Xitoyning kengaymichiligiga qarshi faoliyatlarga qatnashgan Qozog'istonlik faoliyatchi Nurjan Muhammadovning mashinasining ichiga bir necha dona itpish qo'yib qo'yilganligi va mashinasining ustiga qizil rangli bo'yoq bilan hayvon degan xatni purkib yozilganligi bildirildi. Muhammadov bu hujumlarning o'zining Xitoyga qarshi faoliyatlar bilan munosabatli ekanligini bildirdi. Qozog'istonda o'tgan oyda nurg'un shaharlarda Xitoyning kengaymichiligiga qarshi namoyish o'tkazilgan edi. Onundan başqa Sharq Turkistonda elib berilayotgan bostirish va Qozog'istonga mablag' solgan Xitoylarning qozoqlarga ish bermasligi Qozog'istonda Xitoyga qarshi kayfiyatning kuchayishiga sabab bo'ldi. CSM haftalik xabar jurnali Xristian Pantexnika ko'zitish sahifasi e'lon qilgan bir xabarda Xitoy Kommunist partiyasining Sovet ittifoqiga o'xshash oqibatga qoldiganligi ilgari surildi. Xabarda o'tgan haftada New York vaqt gazetida bir Xitoy amaldori tomonidan oshkorlangan partiya ichi hujjatlari haqida to'xtalgan bo'lib, Xitoy Kompartiyasining jon talashayotgan bir holat ekanligi va bu sababdan hamma kishini dushman deb qarayotganligi ilgari surildi. Xabarda Kannanning 70 yil burungi Sovet ittifoqining yiqilishi haqidagi farazlariga yer berilgan bo'lib, hokimiyatini tutib turish uchun begunoh kishilarga zulm qilgan, Hong Kongliklarga va Sharq Turkistonliklarga yashash huquqi bermagan Xitoy Kommunist partiyasining oqibatining Sovet ittifoqiga o'xshash bo'ladiganligi ta'kidlandi. Avstraliya Tashqi ishlar va savdo ministrligi Xitoy bilan bo'lgan kishilik huquq munosabati va texnik taraqqiyot uchun 20 yildan buyon davomlashtirib kelayotgan 4 milliard 700 million dollarlik xomchotni to'xtatganligini bildirdi. Avstraliya Avam palata a'zolaridan Andrew Xasti bilan James Peter Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlar qilayotgan kishilik huquq tajovuzchiligini to'xtatmoqcha tanqid qilishni to'xtatmaydiganligini bildirdi. Shuning bilan birga Avstraliya Tashqi ishlar ministri Marisa Peyin axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazib, Xitoyning yig'ilish lagerlari haqida oshkorlangan hujjatlardan qattiq andisha his qilganligini bildirdi. Angliyaning Yevropa ittifoqidagi doimiy elchisi Karen Peyris Yevropa ittifoqiga a'zo Angliya, Germaniya, Fransiya, Belgiya va Polshadan iborat 5 davlat Isroilning ishg'ol ostidagi barliq Falastin zaminidagi o'ltiraq rayon qurilish faoliyatlarining xalqaro qonunga xilof ekanligini, ikki davlatlik hal qilish chorasi va tinchlikka ziyon yetkazadiganligini bildirdi. U Isroilni barliq o'ltiraq rayon qurilish faoliyatlarini to'xtatishga chaqirdi. Kanadada 21 oktyabrdagi federatsiya saylimida birinchi partiya bo'lib chiqqan bo'lsa-mu, lekin o'z oldiga ayrim hukumat qurish imkoniyatiga erishamagan liberal partiya rahbari Justin Trudeauning oz sonliq hukumati qasam berib vazifaga o'tirdi. Yangi hukumatda oila, bola va ijtimoiy taraqqiyot ministri bo'lib tayinlangan Somalilik Ahmad Husayn qasam berganda boshqa ministrlardan farqli holda Qur'onga qo'lini qo'ydi. Kabinetdagi ikki musulmon ministridan Nopos va ko'chmanlar ministri Ahmad Husayn yangi hukumatga oila, bola va ijtimoiy taraqqiyot ministri bo'lib tayinlandi. Iran energiya ministri Riza Ardikanian temir yo'li va energiya qurilishi uchun Rossiyadan 5 milliard dollar qarz olganligini e'lon qildi. O davlat taratqularida e'lon qilingan bayonotda Iran parlamenti tomonidan ma'qullangan bu qarz ish uchun ati Moskvaga ziyoratga bordiganligi va Rossiya energiya ministri Novak bilan ko'rishadiganligini aytdi. Iran parlamenti bu yil 2-oyda ul muassasa va boshqa turlar uchun 5 milliard dollar qarz olish tashabbus qilingan qonun loyihasini ma'qullagan edi.